Mana kiyib olib aytayotgan. Keyin bo'yningdan o'tkazasan. Havosini chiqarib, sidirib. Shoshilma. Hozir kallang, voy kallang xalaqit qiladigan bo'lasan sen. Nasho sen to'g'rirog'iga yurgin sal bu yoqqa. Ha. Ishla. Datchikki bor-ku, sama to'g'ri ushlab turmaydi, sen bundoq ko'taradi ko'tini. Ha, ko'tar endi, o'g'ini. Ko'tar endi, qani bola? Qani bola? Hozir kallangni olay. Bolani top menga. Qani? Bekor 5 tasini yepsan. Qara, mana bo'shliqdan qara. Qara, yur chaproq. Chaproq yur. Ekranga chapga yur, sen o'ngga yurasan, ha? Ha? Qani? Sal qimillat datchikka. Ha, yana orqaga qayt. Ha? Qayt yana. Qayt. Shlab turib, tomir turibdi. O'shanga qarab harakat qil. Matga anaqa o'ynatgin sal datchikka. Ha, yana yur o'sha tepaga. Ko'rsanmi kallasini? Mana endi birini holat. Mashinasini ko'rganlaring har doim. Men buni bo'g'ozligini oldin safar ham bilib bo'lganman. Prostan uverin bo'lish uchun egasiga yana bitta ko'ramiz degan. O'shanda 20 kunliklar bo'lgan ekan. Mana hozir 50 kundan o'tgan. Уже 2 oyda, уже 60 kunga yaqinlashib qopti. Mana embrionning holati. Ko'rasizmi bolani, ya'ni mana bu boshi, mana qo'l umurtqasi, oyoqlari, hamma shakli bor. Faqat bu kichkina, просто biz kattalashtirib ko'rsatib beryapmiz. Ha, mol sal uzoqlashtirib pazda apparatdan. Yana uzoqlashdi. Haqiqatda o'sha paytda o'zi yengilligida ekan. Men aytdim-ku, kichkina srok ekan, yaqinda qochib qopti dedim. To'g'rimi aka sizga o'shanda?